Taniqli aktrisa og'ir ahvolda xalqdan duo so'rab murojaat qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek va jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir dona like tugmasini bosib qoldirishni yodingizdan chiqarmang. Aktrisa Mavluda Hikmatova sog'lig'idagi muammolar tufayli og'ir operatsiyani boshdan kechirgani haqida so'zlab berdi hamda kuzatuvchilardan duo qilishlarini so'radi. Nomi ostida turli xil video lavhalar tarqaldi va kuzatuvchilarning ko'plab muhokamalariga sabab bo'ldi. O'zbek va jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir dona like tugmasini bosib qoldirishni yodingizdan chiqarmang.